Mulk surasida Alloh taolo aytayaptiki, allazi xalaqa sab'a samawat. Alloh shunday zotki, 7 osmonlarni yaratdi deyapti. 7 ta osmon bor va 7 ta yer bor. Ya'ni yer talashganlar to'g'risida ko'p aytib beramiz doim hadisda. Yer talashadi, kecha qo'shinga o'tib oladi, ozgina ko'chaga chiqib oladi, necha narigi betga yurib oladi-yu. Qiyomat kunida Alloh taolo senga yer kerakmidi? Mana senga yer deb sabal arodina deydi. 7 ta qavat yerni bo'yniga ilib qo'yadi deydi. Hozir ham ba'zi bir odamlar yer olgani bilinadi, bilinmaydi. O'zini chegarasidan o'tib turganini ba'zi odam uyida, mahallasida, hop, agar o'tida, ko'cha tarafda yo kimdir bilib turibdi, yo kimdir bilmay turibdi. Shuni o'zi lekin aniq bilib turibdi o'tib ketgan. Davlat ham bilmayotgan bo'lishi mumkin, mahalla ko'y ham bilmayotgan bo'lishi mumkin, qandaydir u bilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'zi biladi, Xudo biladi deydi. Shu bilib turibdi o'zi. 1 metr qo'shinga o'tib ketgan. Alloh taolo qiyomat kunida 7 qavat yerni bo'yniga ilib, senga yer kerakmi? Mana senga yer. Ko'tar endi mana shu yerni deb aytadi. Shu hadisda sab'a arodina deb keladi. 7 qavat yer deydi. Qanday u kayfiyatda uni biz bilmaymiz. Birinchi qavat turpoq ekan, ikkinchi qavat qum ekan, 3-qavat vulqon ekan, issiq ekan degan gap u bizga to'g'ri kelmaydi.